Jo'natib yorib, telefon qilsam, telefon dadam ko'tardi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz dada? Pul tashlavdim. Shu bankdan olib qo'yasizlarmi dedim. Keyin necha pul tashlading dedi. 1200 dedim. Sizlarda hech oylik ko'tariladimi yo'qmi dedi. Keyin men ko'tarilib qolsa kerak dada dedim. Endi nima qildi desam, "Ay yo'q, o'zim dedim. Ana deydi, qo'shnim bolasi deydi, ikkita o'g'li deydi, ketganiga deydi 8 oy bo'ldi deydi. 8 oyda bitta uyda pul ko'tarib qurib bitkazib bo'ldi-da. Shunga aytayapman deydi. Ikkita o'g'li desam, "Ha, ikkita o'g'li" deydi. Ha deb qo'ydim. Bitta menda shundaymi, yo sizlarda ham shundaymi? Biz umrimiz davomida har bittamizni kimgadir solishtirib katta qilishgan. Xolamizni qiziga, ota-onamizni sinfdoshini qiziga, ammamizni buzog'iga, yana kimlargadir kimsa solishtirgan. Bu nima uchun qilinadi? Sababi biz matritsada yashaymiz. Matritsa bu sistema, bu katalizator. Sizni harakatga undaydigan katalizator. Matritsiya mayda u sizni emotsiyalaringizdan ham oziqlanadi. Masalan, prosta shunchaki nimadir sotib olishingiz, qanaqadir oylikka chiqishingiz bu kamlik qiladi. Bunga emotsiyalar bilan qanchalik bu emotsiya negativniy bo'lsa, qanchalik bu emotsiyaga alam, nafrat, ota-onaga nisbatan qizg'anchiqlik bilan, xasislik bilan, alam bilan, nafrat shunchalik ko'proq oziqlanadi. Agar Matritsiya filmini ko'rgan bo'lsangiz, o'shda Morfiz aytadiki, biz butun insoniyat bu batareyka deydi. Sandan batareyka sifatida foydalanadi deydi. Bu qisman to'g'ri. Matritsiyadan chiqib ketish uchun siz kundalik qilayotgan ishingizni o'zgartirib boshlashingiz kerak. Mana shu qulaylikdan chiqib ketishingiz kerak. Kiyadigan kiyimlaringizni tanlayotganda rangini o'zga hech qachon kiyib ko'rmagan rangini kiyib ko'ring. Boshqacha soch turmagini qilib ko'ring. Butunlay o'zingizni o'zgartirishga harakat qiling. Bu oddiygina mana shunaqangi harakatlar bilan boshlanadi. Keyin siz undan matritsiyadan chiqib ketib ko'rib $1200 oylik topayotgan bo'lsangiz, siz уже 2200 oylik topadigan daromadga chiqadigan boshqa imkoniyatlarni ko'ra boshlaysiz.